Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz Adana Expert'dan xato ro'yxatdan o'tish va pul chiqarish tushuntirib o'taman. Kiramiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda eng oson usuli bir bosishda ro'yxatdan o'tish. Tez va oson, ishonchli. Bu yerda O'zbekiston birinchisi, so'm ikkinchisini bonus tanlang deyapti. Kazinoga tanlaymiz. Promobot degan joyiga xuddi shunday kiritasizlar do'stlar. Bu yerda seçkiga qilamiz. Ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda kapchani belgilaymiz. Bu yerda avtomobil deyapti. Avtomobil ko'rsatilgan katakchalarga bosamiz. Bosib bo'lganlaringizdan keyin meni tasdiqlash degan joyini bosamiz. Mana shunday chiqib qolsa, mana bu yerni bossalaringiz mana xuddi shunday alohida chiqadi o'zi. O'tish oson bo'ladi kapchadan. Mana do'stlar, akkauntga ham kirib oldik. Login bilan parolni galereyangizga saqlab qo'ying. Mabodo chiqib ketgudek bo'lsa, login bilan parol tersangiz bemalol muammo bo'lmaydi. Keyingisini bosamiz. Mana do'stlar, endi qiladigan ishimiz menyuga o'tamiz. Mana bu yerda tepada shaxsiy ma'lumotlar turibdi. Bu yerdan qalamchaga bosamiz. Bu yerda o'zingiz haqingizda barcha ma'lumotlarni to'ldirib chiqasizlar. Pul chiqarishda, pul kiritishda muammo bo'lmaydi keyin. Bemalol. Keyin mana to'ldirib bo'lganlaringizdan keyin ma'lumotlaringizni saqlash nimasini bosamiz. Keyin mana bu ID bo'lib turibdi. Keyin ism, familiyangiz chiqadi o'zingizni. Mana bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda mana birinchisi pul kirgazish, ikkinchisi mana pul chiqarish. Ikkalasi yonma-yon turibdi. Agar do'stlar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.